Men Minecraftga muz va olov modini qo'shdim. Endi End olamidagi yagona Ender ajdarhodan tashqari o'zimizning olamda ham 3 xil ajdarho paydo bo'ldi. Ular olovli, muzli va chaqmoqli. Qizig'i shundaki, biz bu ajdarholarni o'zimizga o'rgatishimiz mumkin. Men mana shu olamda mana shu 3 xil ajdarholarni o'zimga o'rgatib olishga maqsad qildim. Men mana bu yelkamdagi ajdarhoni qanday o'rgatib oldim? Yo'lda qanday qiyinchiliklarga uchradim? Buni bilishning birgina yo'li bor. Videoni oxirigacha ko'rish. Aytgancha, bu modning Java versiyasini Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Spawn bilan omadim keldi. O'yinga kirgan zahotim inventarni saqlab qo'yishni yoqib oldim. Chunki bu olamda tirik qolish qiyin masala va men bu videoni ikkinchi marta olyapman. Men o'zimga boshlang'ich narsalarni yasab oldim. Yonginamda qishloq bor edi. Bu qishloqda bir nechta non va zumradlardan boshqa foydali narsa topmadim. Lekin bu yerda menga kerakli somon yo'q edi. O'zi bu buyumdagi qishloqda somon bo'larmidi? Xullas, bu yerda uy qurish niyatim yo'q, chunki bu buyumda yashashni istamayman. Boshqa qishloq qidirib yo'lga chiqdim. Yo'lda o'zimga ovqat to'plab oldim. Bir qancha ko'mir ham. Shu bilan mening birinchi kunim tugadi. Ha, bu yerda ajdarholardan ham boshqa mistik mavjudotlar bor. Qishloq qidiruvi o'ylaganimdan ham ko'pga cho'zildi. Yo'lda narsalarimni pishirib olishga to'xtadim. Shu payt men bu modga tegishli mis rudasini topdim. Eslatib o'tay, bu mod chiqqanida haqiqiy Minecraftda mis rudasi yo'q edi. Bu misdan zirh va aslahalar yasash mumkin, lekin temirdan kuchli emas. Bu vaqtda men shuncha ovqat to'plashga ulguribman. Boyagi misdan o'zimga shim yasab oldim. Oyog'im ostida shaxta bor edi. U yerdan ozgina temir to'plab oldim. Bu shaxta kichik edi. Men yo'limni davom ettirdim. Yo'lda Meduza Gargonning chaylasini topdim, lekin u bilan jang qilish niyatim yo'q. Men cho'kkan kema topdim, aniqrog'i ko'milgan. Minecraftning birinchi qonunini buzib shaxtaga tushganimni bilaman, u yerda meni naq 3 ta creeper kutib oldi. Menda hattoki qalqon ham yo'q edi. Ko'milgan kemadan bir amallab sandiqni topdim, lekin uning ichida qiziqarli narsa yo'q edi. Aniq bilaman, bu yerda ikkinchi sandiq ham bor va men uni topdim. Uning ichida menga foydali birgina xazina xaritasi bor edi. Xazina unchalik ham uzoqda emas ekan. X ning ustiga borib oldim va artefaktdan o'rganilgan usulni qo'lladim. F3+G harflarini bosamiz va mana shu qismini 9 ga 9 qilib olib kelamiz va shunda pastimizga qarab qazisak bo'ldi. Artefaktga rahmat. Bu sandiqda temir qilich, temirni o'zi, oltin va zumradlar bor edi, lekin men kutgan olmoslar emas. Men yana qishloq qidiruvini boshladim. Qidiruv payti toshbaqalar bilan birga yana bir tunni o'tkazib yubordim. Men qayiqda suvda suzib ketayotgan edim. Shu payt suvda qanaqadir mavjudotga ko'zim tushdi va darhol quruqlikka chiqdim. O'ylabmanki, u menga quruqlikda zarar keltira olmaydi deb, lekin adashgan ekanman. U meni quruqlikda ham o'ldirdi. Yana spawnga qaytdim. Bu safar boya yurgan yerimdan mutlaqo qarama-qarshi tomonga yurdim. Rostini aytsam 2 daqiqa o'tar o'tmas men o'zimga kerakli qishloqni topdim. Bu qishloqda oddiy Minecraftda yo'q bo'lgan uy bor edi. Uning ichiga kirganimda birinchi ko'zimga tushgan narsa qandaydir kitob bo'ldi. Bu kitobda kumush rudasi haqida ma'lumot berilgan ekan. Sandiqlarning birida ajdarhoning suyagi bor edi. Bu suyakdan qiziqarli narsalar yasash mumkin. Uyning tepa qismidagi sandiqda noodatiy qog'ozlar bor edi. Shu payt bu qog'ozlar nimaga kerakligini tushunib qoldim va boyagi kitobni oldimda uni shu uydagi kafedraga qo'ydim va kitobda yangi varaqlar paydo bo'ldi. Masalan, mana bu yerda chaqmoqli ajdarho haqida ma'lumot berildi va yana bir qancha bizga kelajakda kerak bo'ladigan ma'lumotlar. Bu kitobni saqlab qo'yish kerak. Temir evasiga qishloq qo'riqchisini o'ldirdim va bu qishloqdagi barcha samonlarni yig'ib chiqdim. Men uy qurishim kerak edi. Uyni mana shu tog'ni ichidan qurgim keldi. Ortiqcha narsalarimni sandiqqa solib qo'ydim-da, uy qurilish ishlarini boshladim. Atrofdagi bir qancha teshiklarni hisobga olmaganda menda hammasi yaxshi ketayotgan edi. Pastdan kelayotgan mahluqlarning ovozi borgan sari kuchayib ketayotgan edi. Men ularni o'ldirib, u yerni yoritib chiqmoqchi edim, lekin pastda men o'ylaganimdan ham katta g'or bor edi. Bu yerni yoritganim bilan ham bu mahluqlardan qutula olmasam kerak. Men uyni boshqa yerdan qurmoqchi bo'ldim, lekin talabga javob beradigan bunaqa tog'li joy yo'q edi. Men qanday uy qurishim mumkinligi haqida ko'p o'yladim. Oxir-oqibat yer ostidan qurishga qaror qildim.
Birozdan so'ng bizda mana shunday bo'shliq paydo bo'ldi. Men pol uchun bir qavat bloklarni olib chiqdim. Tugatganimdan so'ng daraxt chopishga to'g'ri keldi. Devor qurish uchun singan toshlarni pechkaga solib qo'ydim. Men polni shaxmat doskasi uslubida ikki xil yog'ochni qo'yib chiqsa chiroyli bo'ladi deb o'yladim va men adashmagan edim. Bu rostdan ham chiroyli edi. Devor uchun yana bir qavat bloklarni olib chiqdim. Pechkaga solib qo'ygan boyagi toshlardan chiroyli bloklarni yasab oldim-da va uni devorga qo'yib chiqdim. Devor bitgach, tepa qismi bilan ham shug'ullandim va u yerni ham yog'ochlar bilan to'ldirib qo'ydim. Uyning ichki qismi tayyor bo'ldi. Shundan keyin kirish qismini ham to'g'rilab qo'ydim. Bizning yer ostidagi uyimiz butkul tayyor bo'ldi. Endi barcha narsalarni ichkariga olib kirsam bo'ldi. Endi uyimiz butkul tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Menda resurslar yo'q. Shaxtaga tushib chiqishim kerak edi. Men o'zimga temir ketka yasab oldim. Boya uy qurmoqchi bo'lgan yerimizda g'orlar ko'p edi. O'sha yerga otlandim. Birinchi uchragan g'ordan bir qancha temir to'plab oldim. Suvni bunaqa turishini birinchi marta ko'rishim. Topgan temirimdan o'zimga zirhlar yasab oldim. Yo'limdan chiqqan hamma rudalarni olib ketdim. Men zumrad rudasini topdim. Kim bilmasa zumrad olmosdan ham kam uchraydi. Bu g'ordan olmoslarsiz chiqish niyatim yo'q. O'zimga kerakli balandlikka tushib oldim-da, to'g'riga qarab qazib ketdim. 5 daqiqadan so'ng meni mana bunday sovg'a kutib oldi. Olmoslar. Men kumush rudasini ham topdim. Tan olish kerak, bu ovoz meni qo'rqitdi. Bu kumushdan aslaqa zirhlar yasash mumkin edi, lekin temirdan kuchli emas ekan. Men yana to'g'riga qarab qazib ketaverdim va yana bitta zumrad topdim. 2 daqiqadan so'ng meni yana olmoslar kutib oldi. U lavaga o'ralgan edi, lekin hech birini lavaga tushib ketishiga yo'l qo'ymadim. Olmosdan kirka yasab, o'zimga yetarli obsidian olib oldim. Men yana olmos topishni istadim, lekin bu safargi qidiruv cho'zilib ketdi. 6 ta olmos topganimdan so'ng kondan chiqishga qaror qildim. Chiqish mobaynida kattagina shaxta topdim. Bu yerga boshqa safar kelaman deb tepamga qazishda davom ettirdim. Tashqariga chiqsam hali tong ekan. Yaxshiyamki uyimning koordinatalarini bilaman. Uyga qaytgach temirlarni pechkaga solib qo'ydim. Deyarli 300 tak temir to'plabman. Uyimning oldida buzilgan portal bor ekan. Uning ichida yaxshigina sehrlangan aslahalar bor edi. Uyimning ichida portal qurib uni aktivlashtirib qo'ydim, lekin hali nezerga sayohat qilish niyatim yo'q. Shakar qamishlarni ekishni unutganim yo'q. Agar suvga mana shunday yarimtalik bloklarni qo'yib chiqsangiz, hosilni yig'ishtirib olish oson bo'ladi. Men qishloqdan kitoblarni olib chiqdim va yana foydali buyumlarni ham. Kravatim rangini qizil qilgim keldi. Kitob javonlari va sehrlash stolini yasadim. Uni uyimning burchagiga qo'ydim. O'zimga anvil yasab oldim. Qishloqdan olingan buyumlarni uyimga qo'yib qo'ydim. Har ehtimolga qarshi qo'ylar uchun qafas yasadim, chunki biz kelajakda o'rgatib olmoqchi bo'lgan ajdarholar katta bo'lishi uchun go'sht kerak bo'ladi. To'siqning ustiga gilam qo'yadigan bo'lsak, biz undan bemalol o'ta olamiz, faqat moblar emas. Menimcha bu eshik qo'yishdan ancha yaxshiroq. Uyimga qizil gilam to'shadim, chiroyli tursin dedim-da. Endi jiddiyroq ishlar bilan shug'ullansak bo'ladi. Men ajdarho ovlashga chiqmoqchiman. Ajdarho bilan masofadan jang qilish uchun menga kamon kerak bo'ladi. Oddiysi emas, sehrlangani. Menda ip yo'q edi, kech tushishini kutdim. Har doimgidek qidirayotgan narsam topilishi qiyin bo'ladi. O'nta ip bizga yetib qolishi kerak. Nihoyat o'zimga kamon yasadim. Undan oldin sehrlash stolini maksimum kuchaytirishim kerak. 2 qator shakar qamishni olsak hech narsa qilmaydi.
Menga kamon uchun kuch sehri kerak edi. Atiga bitta daraja evasiga kuch 2 va mustahkamlik 1 sehrini oldim. Yana bir boshqa kamon yasadim. Uni kuch 2 sehriga sehrladim. Ikkala kamonni anvilda birlashtirdim. Menda qudratli kamon hosil bo'ldi. O'zimni ushlab tura olmadim-da yana bitta kamon yasadim. Uni mustahkamlik 1 sehriga sehrladim. Endi kamonimda mustahkamlik 2 va kuch 3 sehrlari bor. Kirkamni ham sehrlamoqchi edim, lekin darajam tugadi. Bu vaqtda qo'ylarni ko'paytirishni unutganim yo'q. Shu payt uyimga mehmonlar tashrif buyurdi. Odatda mehmonlarni o'ldirib kutib olmayman, lekin o'zlari majbur qilishdi. Bayroqlisini o'ldiradigan bo'lsam nimalar bo'lishi ayon. Shuning uchun uni qayiqqa o'tirg'izib atrofini bloklar bilan o'rab qo'ydim. Kelajakda reyd uyushtirish niyatim bor. Ajdarho ovlashga chiqishdan oldin o'zimga olmos qilich yasab oldim. Menga o'qlar ham kerak. Kamonchi stolini yasadim. Qarshimdan chiqqan birinchi qishloqni kamonchiga aylantirdim. Mendagi bor zumradlar evasiga salkam 4 stak o'q sotib oldim. Qudratli kamonimni birinchi sigirda tekshirdim. Uni bir zarbada o'ldirdi. Qishloqning bir chetida tayyor qafas va ichida sigirlar bor edi. Men ularni ko'paytirib qo'ydim. Menimcha ajdarlar sigir go'shtini ham yeyishadi. Ovga chiqishdan oldin zirhlarimni yangilab oldim. Olmos qilichimni o'tkirlik 2 sehriga sehrladim. Bu vaqtda qishloqda qishloqlar yo'qligini sezib qoldim. Ayb o'zimda. Ularning xavfsizligi haqida o'ylashim kerak edi. Mana bu yerda ikkitasi tirik qolgan ekan. Ularni zombilar yemaydigan qilib o'rab qo'ydim. Qaytib kelgach bular bilan shug'ullanaman. Tunni o'tkazib yubordim-da, barcha narsalarni olganimga ishonch hosil qilib, ajdarho qidirib yo'lga chiqdim. Birozdan so'ng men olovli ajdarhoni topdim. Agar o'lib qoladigan bo'lsam, shu yerda paydo bo'lish uchun kravatni xavfsiz yerga qo'yib ustiga bosib qo'ydim. Hujumni birinchi ajdarho boshlab berdi. To'g'ri, u mendan kuchli, lekin undan farqli o'laroq menda aql bor edi. Yer ostiga tushib oldim va kamondan o'q uzishni boshladim. Men unga ayamay o'q uzishda davom etdim. Bu vaqtda ajdarho menga hech narsa qila olmasdi. Ketib qolishini hisobga olmaganda hammasi yaxshi ketyapti. Men uni oldimga chaqirib yana teshikka tushib olardim. Ayamay o'qizishda davom etdim. Yana ketib qoldi. Yana boyagi ishimni takrorlardim. Nihoyat uni yengdim. Ajdarho qotili. Mendagi kuchli kamon tufayli jang o'ylaganimdan qisqa davom etdi. Hattoki qilichimni ham ishlatganim yo'q. Ajdarhoni qoldiqlarini olishdan oldin tunni o'tkazib yubordim va inidagi sandiqlarni tekshirdim. Ularning ichida zumrad, olmos, oltin, temirlar bor edi. Afsuski, bu ajdarho bizga kerakli tuxumni bermaydi. Tuxumni qo'lga kiritish uchun yirik ajdarholarni ovlashimiz kerak. Bunday yirik ajdarholar faqat okeanning tubida va yer ostida bo'ladi. Yirik ajdarholarni yengish nisbatan qiyinroq. Biz bu kichik ajdarholarni suyagi, yuragi va terisini olishimiz mumkin. Bularning terisidan neziritdan ham kuchli bo'lgan zirhlar yasash mumkin. Xuddi shu teridan o'zimga zirh yasab oldim. Bu menga kamlik qiladi. Yana ajdarho ovlashni istadim. Boshqasini qidirib yo'lga chiqdim. Yo'lda bitta qishloq topdim. Somonni olmoqchi edim, lekin u yerda somon yo'q edi. Men parilarni uchratdim. Ularning yoniga bormaganim ma'qul, chunki ular inventarimizdagi tasodifiy narsani olib qo'yadi. Ajdarhoni inini qidirib ko'p yurdim, lekin ajdarhoning o'rniga gidrani uchratdim. Kravatimni qo'ydim-da jang qilishda boshladim. Rostini aytsam, u kuchli ekan. U men bilan jang qilishni o'rniga qayoqdagi bir baliqlarni o'ldirib yurdi. Unga o'qlar ta'sir qilmayotgandek edi. Men unga juda ko'p o'q uzdim. Sandiqda yaxshigina sehrlangan zanjirli zirhlar bor edi. Men gidraga o'q uzishni boshladim. Uning boshi ko'payib ketayotgandek edi. Unga o'qlar ta'sir qilmayotgandek edi. Men unga juda ko'p o'q uzdim. Menimcha uni yengish uchun qilichda birdan zarba berish kerak, lekin men bu ishni qila olmadim. Oxir-oqibat bu yerdan ketdim. Yo'lda yana bir ajdarhoning inini uchratdim. Lekin bu yerda ajdarhoning o'zi yo'q edi. Faqat montaj paytida bildim. Men boyagi joyga qaytib kelgan ekanman. Men juda uzoq vaqt ajdarho inini qidirdim. Yo'lda buzilgan portal topdim. Sandiqda hech narsa yo'q edi. Shuni bildimki, men uyimga aylanib kelib qolgan ekanman. Ajdarhoning boshini bezak uchun qo'yib qo'ydim. Hech narsani ortga surishning keragi yo'q. Men yirik ajdarhoni o'ldirib, tuxumni qo'lga kiritmoqchiman.
Buning uchun menga katta okean kerak bo'ladi. Bunday okeanda muzli ajdarhoning g'ori bo'lishi kerak. Attiga 10 daqiqa o'tgach men okean topdim va qidiruvni boshladim. Qidiruv payti cho'kkan kema topdim. U yerda qiziqarli narsa bor edi deyish qiyin. Shu payt o'yin boshida meni o'ldirgan mavjudot yana paydo bo'ldi. Bu safar ham u meni o'ldirdi. Okean bo'lishi shart emas. Men ajdarho g'orini yer ostidan ham topishim mumkin. O'rgimchaklar spavnerini topdim. U yerdagi sandiqda plastinka bor edi. Men bu g'orda yarim soat vaqtimni sarfladim. Natija bo'lmagach uyga qaytib keldim. Men bu ajdarho g'orini uchratish imkoni qancha deb sinov uchun bir olam yaratdim. U yerda kuzatuvchi rejimida ham ajdarho g'orini zo'rg'a topdim. Bu ajdarho g'ori juda ham kam uchrar ekan. Men YouTube'ga kirib bu g'orlarni qanday tez topish mumkinligi haqida video ko'rdim. U yerda menga eng yoqqan usul bu xarita modini yuklash bo'ldi. Sayohatga chiqishdan oldin boyagi plastinkani eshitib ko'rdim. Rostini aytsam, Minecraftdagi plastinkalar menga yoqadi. Juda ham ajoyib musiqa. Menda ovqat tugadi, qo'ylarni o'ldirishga to'g'ri keldi. Men terili zirhimni himoya 2 sehriga sehrlab oldim. Tayyor bo'lgach yo'lga chiqdim. Bu xarita atrofni ko'rsatishi o'yinchining chankiga bog'liq deb o'ylagan edim. Lekin unday emas ekan. Yoki men ishlatishni bilmayapman. Muhimi bu yer ostini ham ko'rsatar edi. G'orni shu tariqa topishim mumkin edi. Lekin bu usulni ko'p sinab ko'rdim. Menimcha men rostdan ham buni ishlatishni bilmayapman. Xullas bu xaritani unchalik foydasi tegmadi. Men ajdarho g'orini topishni boshqa bir usulini sinab ko'rdim. Buning uchun bizga komposter va shag'al kerak bo'ladi. Komposterni chuqurga qo'yib olamiz va uning ichiga kirib olamiz. Agar ustimizga shag'alni tashlasak, biz yer ostini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu xuddiki X-ray chetiga o'xshar edi. Xaritadan ko'ra shunisi yaxshiroq dedim. Men bu usulni uzoqroqqa borib juda ko'p sinadim. Yana bir marta, 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 yana bir marta va yana bir marta. Men bu ishni juda ham ko'p qildim. Xuddiki mavjud bo'lmagan narsani qidirayotgandek edim. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun ekranni yozib olishni pauza qildim. Men nihoyat bu ajdarho g'orini topdim. Bunga meni juda ko'p vaqtim ketdi. Lekin savol, tayga buyomida muzli ajdarho nima qilyapti? Bu muhim emas. Har doimgidek kravatimni xavfsiz yerga qo'ydim va muzli yirik ajdarho g'ori tomon otlandim. U uxlab yotgan edi. Birinchi zarbani men berdim. Bu safar ham kamonda yengishga harakat qildim. Oxir-oqibat men uni yengdim. G'alaba qozonganimdan xursand edim, lekin xursandchiligim uzoqqa bormadi. Men shisha idishlarga ajdarhoning qonini olib oldim. Qon nimaga kerak deyishingiz mumkin. Buni yaqin kelajakda bilib olasiz. Ajdarhoning qonini olganimda uning terisi yo'q bo'ldi. Ayni damda menga qondan ko'ra terining foydasi tekkan bo'lar edi, lekin meni xafa qilgan bu narsa emas edi.
Atrofda hamma narsa bor edi, faqat tuxumdan tashqari. Nimaga menga tuxumni berishmadi? Buni sira ham bila olmadim. Atrofda moblar ko'p edi. Creeper portlatib yuborgan bo'lishligi mumkin. Bu payt meni juda ham jahlim chiqdi. Men bu joyni qidirib soatlab vaqtimni sarflagan edim. Ajdarxoning tuxumi bilan uyga qaytishim mumkin edi. Shu payt bu o'yinni o'ynagim kelmay qoldi va o'yindan chiqib ketdim. Lekin ertasi kuni baribir bu o'yinga qaytib kirdim. Shuncha ishlar bo'lganiga qaramay, ajdarho chavandozi bo'lish maqsadim so'nmagan edi. Bu safar xarita modini boshqasini o'rnatdim. Bu xaritani yaxshi tomoni men chanklarni ko'tarsam, u uzoq masofani ko'rsatar edi. Lekin nimagadir ajdarho inini ko'rsatmayapti. Mayli, bu muhim emas. Shu payt men uzoqda katta qorli biyom borligini ko'rdim. Agar Minecraftda bunday katta qorli biyomlar kam uchrashini hisobga olsak, katta ehtimol bilan u yerda yirik muzli ajdarhoning g'ori bo'lishi kerak. Nimaiki bo'lmasin, menda tavakkal qilishdan boshqa chora yo'q. Men o'sha biyom tomon otlandim. Manzilga yetay deb qolganimda olovli ajdarhoni uchratdim. Har doimgidek kravatimni qo'yib qo'ydim va har doimgi usulda jang qilishda boshladim. Uni yengib bo'lgach, undan tushgan hamma narsani oldim. Terisidan bosh kiyim yasab oldim. Menimcha u yaxshi turibdi. Deyarli yonginamda yana bitta olovli ajdarho bor ekan. Imkoniyat bormi, men uni o'ldirishim kerak. To'g'risini aytsam, bu safarga jang cho'zilib ketdi. Hattoki kech ham tushdi. U meni tashlab iniga uxlashga ketdi, lekin men uni baribir uyg'otdim. U meni o'ldirdi va yana uxlashga ketdi. Bahonada men ham uxlab yubordim. Oxir-oqibat men uni yengdim. Buning terisi ancha ko'p edi. Men ulardan shim va oyoq kiyim yasab oldim. Menda ajdarho terisidan to'liq zirh bo'ldi. Yonginamdagi qishloqda yaxshiyamki somon bor ekan. Chunki menda deyarli ovqat tugagan edi. Bu qorli biyom o'ylaganimdan ham katta bo'lib chiqdi. Demak, ajdarho g'orini topish ehtimolimiz yanada oshdi. Kech tushayotgan edi. Men boyagi yerda kravatimni tashlab kelibman. Yaxshiyamki qishloq unchalik ham uzoqda emas edi. Men ajdarho suyagini topdim va uni o'zim bilan olib oldim. Men boyagi usulni yana bir sinadim va uzoqda nimadir ko'rgandek bo'ldim. To'g'ri, bu yerda rostdan ham nimadir bor. Men qilayotgan usul baglar bilan ishlayotgan edi. Lekin pastdagi muzliklarni ko'rsa bo'layapti. Men boyagi qishloqqa kravat uchun borib kravat olib kelishni unutibman. Oldimda avonpost bor edi. U yerda menga kerakli jun ham. Men atiga 3 tagina jun olgan edim. Bular bilan pachaklashishning foydasi yo'q dedim-da pastga qarab qazib ketdim. Kravat yasab oldim-da uni ustiga bosib qo'ydim. Ko'rgan narsam yolg'on emas edi. Bu rostdan ham muzli ajdarho g'ori edi. Har doimgidek uxlab yotgan edi. Buning ovozi boshqalarinikidan o'zgacha edi va ko'm-ko'k ko'zlari sezirarli yonib turibdi.
Juda ham ko'p o'q otganimdan so'ng u nihoyat o'ldi. Esdalik uchun suratga tushdim. Uzoq kutilgan tuxumni qo'lga kiritdim. Bu payt juda ham xursand edim. Buni qanday ta'riflashni ham bilmayman, lekin bir gap ayta olaman, oson bo'lmadi. Ajdarho inidagi sandiqlardan sapxir nomli ruda topdim. To'g'risini aytsam, bundan foydali nimadir yasash mumkin emas edi va uni tashlab yubordim. Bu safargi sayohatim ko'pga cho'zildi. Uyimdan ham anchagina olislab ketibman. Nihoyat uyimga yetib keldim. Men anchagina ajdar ovlabman. Ajdar chanoqlarini uyimni tepasiga qo'yib qo'ydim. Ajdarho uchun joy tayyorladim. Keyin ajdarhoni boshqarish uchun tayoq yasadim. Muzli ajdarho tuxumini suvga solishimiz kerak. Men ajdarho tuxumdan chiqishini o'z ko'zlarim bilan ko'rishni xohlayman. Tarixdagi eng g'alati tuxumdan chiqish bo'ldi, lekin bu muhim emas. Ajdarho tuxumdan chiqqanidanoq menga o'rgangan bo'lishi kerak edi. Buning sababi men boshqaruv tayog'ini ajdarho tuxumdan chiqishdan oldin yasaganim uchun bo'lgan. Bu modning qandaydir tushuntirib bo'lmas bagi. Xavotirga hojat yo'q, nima qilish kerakligini bilaman. Qo'limdagi tayoq yordamida uni o'zimga o'rgatsam bo'ladi. Lekin bu mittivoy oldimga kelishni xohlamayapti. Kech tushganida uni o'zi uxlash uchun pastga tushdi. Men uni o'sha payt o'zimga o'rgatib oldim. Odam do'sti. Maxluqlar ko'payib ketdi. Uxlash kerak. Bu ajdarhoning mittigina yoqimtoyligini qaranglar. U hattoki yelkamga ham chiqa oladi. Umid qilamanki, uning onasini o'ldirganimni u hech qachon bilmaydi. Xullas, qo'limdagi tayoq bilan uni boshqarish mumkin. Agar ustiga bosib qo'yadigan bo'lsak, u turgan yerdan hech qayerga ketmaydi. Bu ajdarhoni katta qilish uchun bizga ko'pgina maxsus ovqat kerak bo'ladi. Go'sht mina deyarli muammo bo'lmaydi, lekin suyaklar mob ferma qurishga to'g'ri keladi. Lekin men videoni shu yerda tugataman. Keyingi qismda entni ozod qilishga boramiz. Mob ferma quramiz. Olovli yoki chaqmoqli ajdarhoni o'rgatib olamiz. Eng muhimi mana bu muzli ajdarhoni katta qilib unda uchib ko'ramiz. Bu kanalimda qilgan birinchi katta videoyim bo'ldi. Umid qilamanki, u sizga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, like va obunani esdan chiqarmang. Men ikkinchi qismni shunga qarab tezroq chiqaraman.